O'zbekiston temir yo'llari tashabbusi bilan Toshkent davlat transport universitetida talabalar uchun ilg'or muhandislik maktabi foydalanishga topshirildi. Endi talabalar nazariy darslardan olgan bilimlarni mazkur maktab orqali amaliyotga ham tatbiq etish imkoniyatiga ega. Ahamiyatlisi ushbu maskan universitet hududida joylashgan bo'lib, bu talaba yoshlar uchun yana bir qulaylik degani. Batafsil muxbirimiz Mirzolim Rustambekov hikoya qiladi. Bugun oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonlari, nazariy va amaliy darslar integratsiyalashtirilgan holda olib borilmoqda. Jumladan Toshkent davlat transport universitetida ham O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati hamda universitet hamkorligida ish boshlagan yangi ilg'or muhandislik maktabi talabalarga universitet hududidan chiqmagan holda nazariy bilimlarni amaliyotda sinab ko'rish imkonini beradi. Ilg'or muhandislik maktabida talabalarimiz o'sha ertaga oliygohni tamomlagandan keyin ish jarayonida uchraydigan masalalarda, ekspluatatsiya jarayonida o'sha lokomotivlarni boshqarish yo bo'lmasam poyezdlarni boshqarish masalasi bo'yicha ham praktikada qanday holatda bo'ladigan bo'lsa, birga bir holatda bu yerga olib kelib tayyorlangan va eng oxirgi texnologiya hammasi bilan ta'minlangan. Mazkur yangi maktab talabalarga sohadagi zamonaviy texnologiyalarni o'rganish, laboratoriyalarda amaliy mashg'ulotlar o'tkazish, professor o'qituvchilarning ilmiy yangiliklarni yaratish jarayonida qatnashish imkonini beradi. Maktab tarkibida vagonlarni diagnostikalash va sinovdan o'tkazish, elektr mashinalar texnologiyasi, temir yo'l infratuzilmasi kabi jami 6 ta laboratoriya mavjud. Shuningdek, temir yo'l sohasi uchun muhim bo'lgan vagon xo'jaligi yo'nalishida maxsus 2 ta o'quv auditoriyasi ham zamonaviy jihozlar bilan ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari tadbirda aytilishicha 2025-2026 o'quv yilidan boshlab eng iqtidorli va faol talabalar uchun O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati raisining maxsus stipendiyasi ta'sis etiladi. Mirzolim Rustambekov, Hojiakbar Ibodullayev, Hududiy informatsion dasturi uchun.